oldi loplargacha tonirovka bormi? Aslida bonkalargacha qo'yib qo'yibdi, chata. Aybdorlar jazolandi, qamaldi, suvda ketdi. Razorot qilayotganda Razorotlarda. Cobalt qornimga kelib qolardi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi obunachilarimiz. Bugun shorts video qo'ymaymiz, yonboshchasiga qo'yamiz. Birinchi marta yonboshchasiga uzun video qo'yaman. Endi mana shu hozir eng ommabop mashinalarni, ya'ni Xitoydan chiqayotgan mashinalarni to'liqroq, uzunroq video qilib bering deydi. Endi bunaqa videolarni faqat rossiyskiy rus blogerlarga ham misol uchun Yangwang U8 o'sha prezidentga sovg'a bo'lgan mashina bu. Bu Zikr 9X All Black eng full komplektatsiyada, Hyper'dan bitta oldingisi Ultra Max bo'ladi. Ularning ham komplektatsiyalari bo'ladi. Kelinglar bugun Z Motors avtosaloniga kelganman. Mana shu Z Motorsdagi juda ham ko'p mashinalarni sizlarga bir o'zim tanishtirishga qiynalaman. Albatta buncha ma'lumotni menda sig'dirishim qiyin, sababi menda Mercedes BMW haqida ma'lumotlar yo'q. Buni asosiy nimasi tanishtirayotgan odam Z Motors avtosaloni asoschilaridan biri Nodir aka. Eski qadrdonimiz. Xo'p, bugun ikkalamiz birgalikda obunachilarimizga mashinalarni nima nüanslari bor, nima kamchiligi, nima minus, nima plyuslarni rostdan aytamiz. Mashinani faqatgina sotish uchun emas, odamlar o'zi ko'rib xulosa qilish uchun. Xo'p, Javod aka, fonni zo'r tanlagansiz. Bugungi kunga kelib Yangwang U8 bilan Zikr 9X ikkalasini qiyoslash vaqti keldi. Nimagaligini aytaman. Nimagaki bu mashinani hozir olib keltiradigan bo'lsak 180 mingga aylanadi. Ultrani olib keladigan bo'lsak o'rtacha hisobda 115 mingdan 120 minggacha aylanadi. Lekin bizda 2000 kilometr yurgan Yangwang yangi hisob endi 122 mingga, misol uchun bu ham 122 ming. Hozir endi yonma-yon qo'yib qo'yib, taqqoslab bitta zo'r video qilamiz. Xo'p, birinchi o'chratda gabaritiga nima qilaymi? Qaraymiz. Bu ancha muncha kattaga o'xshaydi. Gabaritiga keladigan bo'lsak, bu balandligiga ham, uzunasiga ham va eniga ham kattaroq hisoblanadi. Nimagaki 9X ham haydab ko'rdik, Yangwangni ham haydab ko'rdik. Yangwangning ichida o'tirsangiz, rostakasim katta kорабль ichida o'tirgandek his qilasiz. Suvda ham suzaveradi, faqat uchmaydi bu. Rostakasim bukvalniy smysli kорабль hisoblanadi. Xo'p, birinchi o'chratda buni ot kuchiga kelayotgan bo'lsak, 1200 ta ot kuchi bor bunda, gibrid. 49 kilovatlik batareyka turibdi, 180 km tokda yuradi, o'rtacha 100 km shaharda ichida yuradi. 0 dan 100 gacha 3-6 sekundda 100 ga chiqadi. Benzin rasxoti nechtalar mana shuni? Bir 12 ta 13 ta bor. O'rtacha shu 10 litrdan 15 litrgacha rasxot qiladi baribir. 10 litrdan 15 litrgacha. Buni bitta minus tarafi o'sha batareykasini yonkisini kamligi. 50 kilovat degani bu oddiy siklda, shahar siklda haydayman deydigan bo'lsangiz, har kuni zaryadga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Taxminan 100 km o'rtacha yuradi. Yo'q, yurib berishi mumkin, baribir 180, 150 km yurib berishi mumkin. Ichlari ham ancha muncha keng bu mashinani. Yo, bismillah, juda ham bahaybat, juda ham haybatli mashina. Bunda o'sha 360 gradus tankiy razvorot. Faqat aytganimizdek, mashina uchmaydi, to'g'rimi? Mana bunaqa multirullar, mana bu yoqda lipistoklar bor, adaptivniy kruz kontrolga dostуп beradi. Bitta bosib qo'yasiz, joystiklar, sport rejimlarni o'zgartirasiz. Bu yoqda YouTube, даже mana planshetga mana bunaqa plavniy qayrilgan ekan, buni ko'rdingizmi? Podveskalarni ham kontrol qilsangiz bo'ladi bu yoqda, balandlik, pastlik. Da, off-road rejimiga mo'ljallashtirilgan. Oldi privod, orqa privod, uni ham kontrol qilib, yoqib o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingiz chiqish uchun mana buni ushlab chiqish imkoniyati bor ekan. Bunda yo'q ekan. Bunda endi ruldan ham ushlab chiqaversa bo'ladi-da, to'g'rimi? Ruldan ushlab amallab chiqarsa bo'ladi. Buni yana bitta преимуществоsi bu hamma BYDdagi Android hisoblanadi. Androidga endi o'zingiz bilasiz, xohlagan ishingizni qilasiz, navigator, YouTube, вообще muammosi yo'q. Telegramdan lokatsiya tashsa, через lokatsiya. Любой narsani qilasiz. 9X ga keladigan bo'lsak, 9X haligacha pрошивкasi chiqmadi. Buni bitta men blokirovkasini yechish o'zi bir baxt bo'lib turibdi, hozir bugungi kunda. Bu ham vaqtni ishi, xudo xolasa, lekin yechib yuborishadi uni ham, bo'ldi. Bunda katta lyuk, panorama shtorkalargacha bor ekan bunda. Mana orqalarida ham dash ketayotgan. Bu ham o'ziga endi menga to'g'risini aytsam, Zikr 9X dan ko'ra bu ko'proq yoqadi. O'zi boshdan, o'zi mana shu prezidentga sovg'a qilinganda ham ancha-muncha shu bo'lib ketgan mashinada endi bu. Bu yoqda ham qo'shimcha monitorlar bor, orqalari ham keng. Endi bunda razdельный kapitanskiy sidinyaligini ko'rmaganman adashmasam. Yo'q, bunda bo'lmaydi. Mana shu pozitsiyasini buni o'zimiz olib kelib berganmiz. Eng full komplektatsiyasi. Mana shu mashina egasiga 183 ming dollarga tushgan. Mana shu hozir 122 ming. 122 mingga berib yuboraman dedi. Sotish sababi bular ham 9X ga almashtira olaman debdi. Endi baribir misol uchun agar 9X olganda bu chiqib qolganda bunga almashtiradi. Endi baribir yangiligini elagisi keladi bu odamda ham. Qarindoshkalargacha bor mashinani. Mashina lekin zo'r, xo'p. Bu pnevma podveskada emas, podveskasi nima? 3 litr, ancha baland bo'ladi, 22 diska balon.
22 bu hozir o'rtacha podveskada turibdi. O'rtacha podveskada turganda ham Zikrni eng baland turgan qo'yilgan podveskasi bilan barobar turadi. Ha, bu ya'ni Ya'ni balandroq. undan ham baland turadi. Da. Ko'tarsa. Xo'p, buni tushundik. Hurmatli obunachilar, endi sizlarga bitta narsa aytayotgan bo'lsam, shaxsan o'zimga mana shu mashina yoqadi, Yangwang U8. Endi bo'lsa Zikr 9X ga kelamiz. Endi bu 2025, bu 2024. Baribir 1 yilga bo'lsa ham zamonaviylashtirilgan, so'nggi texnologiyalar orqali ishlab chiqarilgan bu All Black komplektatsiya. Endi imенно All Black komplektatsiyaga nima kiradi? All Black komplektatsiyaga faqatgina tashqi ko'rinish kiradi. Ya'ni reshotka radiatori, oynalarning ramkasi va diska kiradi. Agar FR diska bo'ladigan bo'lsa, buni endi pauchina deyishadi xalqimizda yoki FR diska o'zi aslida FR bo'lib esda qolib ketgan bizda. Bu komplektatsiyasi ko'p rotsenitsa qiladi. Ya'ni ko'pchilik odam kelib aynan mana shu komplektatsiyani so'raydi. Xo'p, buni narxi necha pul? Buni narxini 125 ming qilib beramiz, All Black bo'lgani hisobiga. Ha, o'sha bu eng maksimal komplektatsiya. Eng maksimalni hamma narsa Buni qo'shiladi. ma'lumotiga kelayotgan bo'lsak, 70 kilovatlik batareyka turibdi. To'ppa-to'g'ri. 300 kilometr tokda yuradi, adashmasam. 280 kilometr tokda yuradi. 280. Sideniyasi aylanadi. Ikkita monitor. Ikkita monitor, Naim akustika, ultra pozitsiyasi. Naim akustika bu Bentleyda Bentley, chiqqan, bu Bentley original Continental. rastasim akustika. Rostdan zo'r chiqqan. Xo'p. Bugungi kunda Xitoyning eng zo'r akustikasi mana shu. Bunda 988 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 3.8 sekundda 100 ga chiqadi bu. Lekin maksimalkasi bundan ko'ra balandroq. Bunda adashmasam 210 edi, bunda 240 bo'lishi kerak bunda. 243 mi shunaqa bo'lishi kerak. Chunki bir poygasi ko'rganim. Xo'p, bunda lekin 21 dyumdagi diska balonlar. 22. Ha, 22 dan. 22. 22 Michelin balonlarda. Bunda уже pnevma podveska bor. Endi bu off-road uchun emas, off-roadga ham yursangiz bo'laveradi. Endi mana bunaqa yo'lga bo'lmasa ham tog'larga chiqsangiz bo'ladi. Lekin shaharbob mashina ham. Misol uchun endi Yangwang U8 sal qo'polroq bo'lishi mumkin, lekin bu yaxshiroq deb o'ylayman. Amirsoyga, Chimyonga chiqib kelishga bemalol yetadi. Xo'p, siz oldiga mining, men orqasiga minaman. Men bo'yim bu 91 bo'yim, orqasiga minib ko'raman. Siz orqasida bankalargacha qo'yib qo'yibdi, chota. Wi-Fi. Wi-Fi, ha? Gayga aytiladigan. Podnoshkalarigacha bor ekan. Yo, bismillah. Yaxshi, zo'r. Buni endi orqasiga qilingan polniy elektropaket sideniyada, o'sha sideniyalari aylanayotgan variantidan. Xo'p, shtorkasini ko'taringchi. Siz oldida ham maksimal turibsizmi? Oldida qulay o'tiribman hozir. Yaxshimi? Zo'r. Buni bitta zo'r tarafi, buni monitori misol uchun bitta joyda turmaydi, oldi orqa relsi bor. Ha. Oldiga orqaga surib qo'ysangiz bo'ladi. Qayerdan suraydi buni? Monitori nima? Ha. Monitorni planshetdan sursa bo'ladi. Ha, buni ham polniy massajlari, даже o'rindiqning tagida ham massajlari bor ekan buni. Buni massaji juda ko'p tochkani massaj qiladi. Tegida ham bor, yonida ham, orqasida ham hamma yoqda. Hamma yoqda bor. Bu уже разделник kapitanskiy sideniyali. Ikki o'sha aytganimizdek Naim akustika va podgalonniklaringizda ham bor. Hamma yoqda. Ikkitadan har bitta podgalonnik. Orqalariga ham yosh bolalar bemalol o'tirib ketsa bo'lar ekan. Yosh bola ham emas, bu yosh kattaroq odam ham bemalol o'tiradi. Hozir endi orqaga surib qo'ygan sidenani o'shanga. Endi tog'larga chiqib ketishda misol uchun sal qisalekan bo'lsa, o'sha bemalol amallab joylashtirib ketaversa bo'ladi. Bunda polniy холодильник, eng o'sha aytganingizdek maksimallik komplektatsiya, to'g'rimi? Ha, Javod aka, buni bitta narsasini aytib ketish kerak. Mijozlarimizga kelib, aynan mana shu sideniya qayriladimi deb so'raydi. Endi shaxsan meni fikrim, sideniyasini qayrilish funksiyasi eng бесполезный funksiyalardan, ya'ni keraksiz funksiyalardan bittasi. Nimagaligini aytaman. Nimagaki, unaqa o'tirish uchun mana bu ikkita oldi sideniyani polniy maksimal darajada oldiga yotqizib, keyin aylantirib, ya'ni bu degani o'tirib gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Yurib ketayotganda qilib bo'lmaydi bu narsa. Birinchi joylashtirib. Ko'pchilik endi faraz qiladi, men yurib ketayotganda to'g'rima-to'g'ri o'tirib gaplashib, muhokama qilib ketamiz deb o'ylaydi, lekin unaqa narsani qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun bu narsaga ko'p ham ahamiyat berish kerak emas degan fikrdaman. Tushundim. Buni eshiklari o'zi ochiladi, o'zi yopiladi, bitta knopka. Avtodver обязательно bo'ladi. Bo'ladi, eng oddiy pozitsiyasida ham avtodver qo'shilgan. Xo'p, mana shu jarayonda bitta narsa qilaylik. Ko'pchilik eshigi ochilsa, misol uchun betonni tagiga kelib qolsa tegmaydimi deydi. Mana misol uchun bitta bosasiz, o'zi mana hech narsaga tegmaydi, ochilmaydi. Endi bu shunaqa darajada ochilsa kerak desanglar, mana endi qo'yamiz, mana oxirigacha ochiladi. Nima ochilmadi bu? Ha, endi mana mashina bo'lsa, xullas qanaqadir sharpani sezsa, o'zini sensor datchiklari bor, ochilmaydi bu. Diskalari почти bir xil. Efir diski,
Bu ham salkam o'sha efir diskiga o'xshab ketadi. Shakli bir Xo'p, bu o'sha ultra eng maksimalniy komplektatsiya. Bizga imенно ходовойлар mana bunaqa lagan diskaligi bo'ldi. Mana bu lagan diskaligi ko'pchilikka yoqadi. Mabodoga lagan diskalik so'rayotganlar bo'lsa, lagan diskaligi ham bor. Buni narxi necha bo'ladi? 122 ming qilib beramiz. Bu ham. Bizda 9X juda ko'p assortimenti bor aka. Misol uchun kimdir xohlaydi qora deydi, kimdir xohlaydi lagan diska deydi. Mana bunaqa stalnoylar. Ha, kimdir stalnoy deydi. Bularda mana ikkalasida ham verblюжий rang salon, lekin ko'pchilik xohlaydi chomna-siniy bo'lsin deydi. Chomna-siniysi ham bor. Oq salon deydi, oq salonligi ham bor. Ha, hammasi. Xolasa kuzovi oqi bor. Hamma pozitsiyasi, ya'ni v assortimenti bor. Endi mana bu yoqda Avatar 12 mashinasi turibdi. Avatar o'zi 1.2 deydi-da, bizda endi 12 deb ketganda. 1.2 deyiladi Bu o'sha maksimalniy komplektatsiya 2024 orqa spoilerlar chiqadi. Bu toza elektrda 100 kilovatlik batareya, 92 kilovat, почти 100 kilovatlik batareya, 650 kilometr zapas bor, 0 dan 100 gacha 3.8 sekundda 100 ga chiqadi bu ham. Bu bakovoylik, mana kameralik emas, buni kameraligi ham o'zimiz sotib olgan edik. Kameralikdan ko'ra bakovoyligi yaxshiroq, endi qulayroq, qulayroq dizayn bo'yicha endi ana kameralik takoy chiroyliroq bo'lishi mumkin, lekin shaxsan o'zimga baribir bakovoyga oddiy misol bizda sal oldinroq kameraligini ham sotdik. Men o'zim haydab ko'rdim. Salonda oldi orqa qilib mashinalarni o'zgartirishda o'sha noqulaylikni sezdim. Bakovoy bo'lsa yaxshi bo'lar ekan. O'zimchalik o'yladim. Lekin ko'pchilik xohlaydi baribir yengillik deydi, kameralik. Bunda pnevma podveskalar bor, полный kuzov bron qilingan, o'zi zavodskoy mana shunaqa to'q baqlajon rangida matviy plyonkalar qilingan. Kraskalar qancha edi probegi? Probegi 12 ming buni. 12 ming 2024 eng full, eng maksimalniy komplektatsiya. Xo'p, buni narxi necha bo'ladi? Buni narxini 51 ming qilib beramiz. 51 ming. Mashina haqiqatda zo'r. Mana bu monitori ham, nima edi? Bradvesi ham polni ishlab turadi. Hamma yoq kamera, bunda ham gazli panoramalar bor. Ruli ham ko'rib turibsizlar. Shturval rol. Turbochi, bu ham o'zingizdan bitta otziv so'raylikda. Sizlar endi yaqinda oldinglar komandaga. Nima deysiz mana shu mashinaga? Bu yerda otziv qoldiring. Yo'q, yaxshi, zo'r ekan. Zikrdan yumshoqroq tuyuldi. Nima, yangi bo'lgani uchunmi, lekin to'g'risini aytsam, bunaqani ularga o'rganmaganman. Endi balki Sherzod o'rganib ketdim, zo'r, mana bu monitorlar hammasi zo'r dedi. Men o'rganib ketdim dedi. Приложениялар, rusifikatsiyalar bo'lgan, ha? Mana bu hamma narsa qilsa bo'ladi. Gitaralari ham, skorichaklari ham qo'lda rushnoy. Ну, yaxshi sportivniy mashina, orqasi o'sha spoilerlari chiqadi. Bu ham mana yoq bu yoqda borsangiz, odamni o'ziga qaratayotgan mashina. Vzgled tortadi. Ha. Xo'p, BMW i5 35L mashinasi. Yo'q, bu 50 ga Javod aka. Ha, 50 ga. Bu 50L ikkita motorligi. Ha, ikkita motor. 0 dan 100 gacha 3.6 sekund qo'zg'aladi bu. Ha, bu yili nechi buni? 25-yil. Без пробегmi? Без пробег, maksimalniy komplektatsiya. Bunda hamma dop opsiya. Adashmasam 20 mingdan oshiq dop opsiya bo'ladi shekilli bo'ladi endi. Shunaqa deyshadi. Endi nima deydi? U ham bir to'g'risini aytsam, marketingoviy xod. 20 mingdan oshiq dop opsiya, hech kim unga pul to'lab boshqa narsa qilmaydi, lekin fakt nimada? Fakt shu hamma opsiyalarning borligida. Oddiy misol, bularda aquaprint ham, zimniy paket deydi, rullarni qizishi, sizning qizishlari ham ayniqsa alohida bir anaqa dop opsiya. Bu ham Xitoymi yo boshqa bor ekanmi? Xitoy ham. Ikkita motorlik, toza elektrda. Aquaprintlari borsin, bu akustika, hedaplar, masajlar ham bor shekilli bo'ldi o'sha. BMWlarni hozirgi kunda bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Juda arzon BMWlar ko'payib ketdi. Eng katta ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa M paketligi, komplektatsiyasi M bo'lishi juda muhim, must have narsa hisoblanadi. Nimagiki M paket bo'lmasa, уже сразу BMWni nima deydi, ani vajohati, savlati ko'rinmay qoladi. Lekin zo'r, men oyoqlarim bemalol cho'zing, o'zimga komfort bo'lish uchun mana shunaqa uzoq haydayman mashinani. Besprovодной zaryadkalar 35L larni juda ko'p sotdik. 35L ga nisbatan buni motorini kuchlari, qo'zg'alishlari ikki dunyo уже. Logan Sky Lounge'lar ham bor. Sky Lounge, monitorini ishlatib beramiz как раз buni. Bu bitta BMW'mizni eksperiment qildik, YouTube'larni yozib, ishlatib, cho'tki qilib qo'ydik. Toza elektrda necha kilometr yuradi shunda bu? Toza elektrda nominalniy o'zini yozishi bo'yicha 620 kilometrmi deydi, lekin po faktu 400 la yurib beradi. Ikkita motorligini hisobiga. 3.6 sekund. 3.6 sekundda 0 dan. Maksimalkasi nechimi? 240 mi? Maksimalnisi 200 dan oshiqroq, 240 gacha bormasa kerak deb o'ylayman. Aniq bilmayman. Buni narxicha endi. Narxini buni kommentariyada yozishsa javobini yozamiz.
Buni orqasi endi eng maksimalniga qo'ydim. Bu hali ham long. Bu long hali hamda. Endi o'zi qaysi mashinaga minsam ham orqasiga mana Siz oldinroq. o'zingizga to'g'riladingizmi? Ha, o'zimga to'g'riladim. Orqasida monitorlari bor, long. Harmangar nima edi anavi? Bowers and Wilkins. Akustikasi adashmasam bu ham numeradilardan-ku mana. zo'r даже akustika bu. BMW MK. Endi misol uchun nemetskiy deydi, Xitoy deydi, menimcha Xitoy ham hozir yomon chiqarmayapti o'zi. Yo'q, misol uchun nemislar ham ishonib Xitoyga topshirib qo'ygan. Ha. Topshirib bo'ldi, qutuldik, mendan ketdi emasda, kontrolni qiladi baribir. Endi likvid hisobini oladigan bo'lsak, ularga shu arzonroq tushib turibdi. O'shan sababli Xitoyda yig'iladi. Shu sababli Xitoyda ishlab chiqariladi. Xo'p, mayli, narxini ayting, endi kommentariyani hozir o'qib o'tirmaylik. Narxini 81 ming startoviy qo'yib qo'yganmiz. Kelishib kelishdim qolsa mana. gaplashamiz. Buningiz ham chota argenlar ranglarda bu qanaqadir umuman boshqacha oldin loplargacha tonirovka bormi? Buni sal ayniqsa qilganmiz. Yo'q, bu ham yurmagan 25-yil. Bundan farqi 40L. Ha, bu 40 yil. 40L Bu o'zimiz bitta motor. Ha, bitta motor, batareykasi kattarog'i. O'zimizga to'g'rilab zapas hod bunda? 750 nominalniy zapas xod, bir 500 la yuradi bu, spokойно yuradi. Ha, Nimagaki bunda ko'pchilik endi janoq tez mashinaga ham ishqoz emas, ko'proq yursin deydi. O'sha original karbon ekan mana bu. Bu toza kovunli karbon rostdan. Rostdan nakladka yoki 56 kilometr yurgan ekan, zo'r mana. Bunda nima akustika turibdi? Harman Kardon. Ha, bunda Harman Kardon. Bu ham M paket, Harman Kardon Sky Lounge'lari bor, xrustallari bor. Deyarli bitta shu nima, Hamma bitta kerakli motor narsa bor. ekan-da. Hamma kerakli dop opsiyasi bor. Ha, orqasi o'sha televizorlar. Bunda уже 21 diska qo'yilgan, obvesli qo'yilgan, prisoskalar qo'yilgan, eshiklarni tortib oladi o'zi. Ha, buni narxi nechi pul? Xo'p, buni narxini 70 ming so'raladi. Kelishsa, Ya beraveradi. kelishib, Xo'p, o'shandayda tak 5-7 sekundmi shunaqa 5-7 sekund. 5-7 sekund yuzga chiqadi, 750 kilometr zapas hod, toza elektrda orqasiga spoilerlar qo'yilgan, уже body kitlar tayyor mashina. Bunda hamma ekan. narsa tayyor, polirovkalar qilingan, polniy hamma narsasi qo'yilgan. Xo'p, endi eng ko'p sifros bo'layotgan mashinalardan bittasi mana Denzaga yetib keldik. Denza N8, Denza N8 bilan N9 da faqat gabaritida farqi bor, narxida farqi bor. Mana shu narsani ot kuchida hamma narsa korotchi qisqartirilgan. Misol uchun, ana Denzada 980 ta ot kuchi bo'lsa, bunda 700 nechta ot kuchi bor? 8 taga yaqin ot kuchi bor. Bashli bunga 100 tacha ot kuchi farq qiladi. Sal gabariti ozgina kichkinargan, lekin bunda ham orqa balon qayriladi, kirab yuradi. 360 gradus tankli razvorot bor. Eshiklari o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Mana sidiniya sahraninalari bu yoqda ham bor. Yangi mashina Bisprabek qoraga oq salonlik, orqasi ham razdelli kapitanskiy sidiniyalik, juda ham chiroyli. Buni salonini qaranglar, go'zalligini. Denza N8. Xo'p, bu mashina tokda qancha yuradi? Xo'p, tokda bu 200 kilometr yuradi. Tokda 200 kilometr, 0 dan 100 gacha bu ham BYD'ning bitta zo'r ustunlik tarafi bor. Nominalniy показатель beradi-ku, misol uchun mana 200 kilometr deymiz, maksimalni yurib beradi. Ya'ni 170 kilometrlar 150 gacha haydashga ham bog'liq hamma narsa. Albatta, oddiy городской siklda mana shu nominalniy aytganini yurib beradi. N9 ga nisbatan N8 men shaxsiy fikrim yaxshiroq. Nimaga? Nimagaki ko'pchilik xohlaydi crossover bo'lsin deydi, katta bo'lsin deydi. Kapitanskiy sideniya bor, tankoviy razvorot bor, davorot orqa balonlarning davoroti bor. Juda muhim funksiya ekan bu. N9 ni haydab yurib, o'zim bildim. Men razvorot qilayotganda Cobaltlar qornimga kelib qolardi. Zo'r funksiya, zo'r qutqaradi. Narxida ham zo'r farq bo'ladi. Narxida ham o'zi o'rtacha 10 ming dollar farqi bor. Misol uchun u 85 ming bo'lsa, misol uchun bular 75 ming. 75 mingga ham bormaydi. Buni narxini bir 71 ming qilib beramiz. 71 ming kelishsa, yana gaplashib savdo qilsa bo'ladi. Da, Z Motors avtosaloni hozir sizlarga ko'chaga chiqib, joyda adresini ham tushuntirib o'tamiz. Endi avtosalonlarda misol uchun ko'cha bilan solishtirmaysizlar avtosalonda narxini. Avtosalonda garantiyasi bo'ladi, ularda ishonch degan narsa bo'ladi. Takoy mana bunaqa joydan olib chiqib ketgan qayoqda-yu, ko'chadan borib, misol uchun Olexdan borib topib, bitta mashinani olib chiqib, u boshqa urovenda avtosalon bilan ko'chani o'zini solishtirib bo'lmaydi. Ko'chada bekorga arzon bo'lmaydi mashinalar. O'sha misol uchun arenda to'lamaydi, boshqa balobatda rasvoti yo'q. Avtosalonda arenda joyi bor, xususiy o'ziniki bo'lganda ham baribir pul tikilgan ishchilar. Misol uchun, mayli arendasini ham, bu olib chiqib ketish joylarini ham mayli qo'yib turing. U narsalar xalqqa qiziq emas. Nima qiziq?
bizada eng asosiysi garantiya bor. O'zinglar bilan, ya'ni begona joyda emas, o'zinglarda polniy servis xizmatlar bor. Hammasiga Xudo xolisa, avvalambor Xudo 100% javob beramiz. Nimadir kamchilik chiqadigan bo'lsa, nimadir urilgan, qirilgan joyi. Bizada hamma mashina birinchi tekshiriladi, keyin avtosalonga olib kiriladi. Nimadir aybi bo'lsa, aytib sotiladi. Avtosalonda ham ko'rdinglar, qancha mashina bor, pashti 15 tacha va premium segmentdagi mashina bor. Bitta oddiy mashina chempion ko'rdim, yana Mazda ko'rdim. Mazda necha pullik mashina edi? Mazdani 35.500 so'raladi. Bir savdosi bor. Endi asosanda gibrid elektr. Xo'p, sizlarga endi azizlik tushuntirayotgan bo'lsak, darvoqe, men o'zi o'tgan safar Instagramga olganimda ko'pchilik bu mashinaga avtosalon-ku dedi-da, o'sha shu haqida ham ma'lumot berdi. Temalar yopildi, u avtosalon ketdi, premyer temasi edi u, qashalari bo'lib, aybdorlar jazolandi, qamaldi, sudga ketyapti, men bilmayman. Xullas, biza hozir polniy noldan kelib, ochib, shaxsan egasini mulkni egasini o'zi bilan shartnoma arenda qilib xullas, hech qanaqa aloqamiz yo'q. Avtosalonga aloqasi yo'q. To'g'ri, avval avtosalon bo'lgan, mashina bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin u avtosalonga aloqasi yo'q. U avtosalon o'zi chiqib ketgan, bular yangitdan olgan. Bular ham chiqib ketsa, yana boshqasi olaveradi. Shunaqa hayot shunaqa davom etadi. Endi sizlarga adresni tushuntirayotgan bo'lsak, bu yoqda Yujnidan kelishda Avenue Motorsport to'g'ri o'tganda mana bu most bor, mostga yetmasdan o'sha o'ng qo'l tomonda. Agar to'g'riga ketsanglar, Sredniy vokzal, aeroportning mostiga, Qushbegiga chiqib ketasizlar. Lokatsiyasi ham zo'r. Z Motors avtosaloni, bu avtosalon ochilishida ham o'zimiz kelganmiz. Bular bilan ham kecha tanishmaganmiz. Biz eski qadrdonimiz, o'sha avtosalon ochmasdan oldin ham shu elektromobil sohasiga boshida kirib kelgan, shu ko'chada ishlaganmiz. Xullas, video yoqqan bo'lsa, videoga maksimal bitta like bosasizlar. Kattakon rahmat oxirigacha ko'rganlar uchun. Kimgadir qanaqa yaxshi mana shunaqa premium segmentdan ishonchli mashina kerak bo'layotgan bo'lsa, Z Motors avtosaloniga kelib xarid qilib ketish sizlarga ham nasib etsin. Charchamanglar.